Assalomu alaykum, barchaga xayrli kun. Qadrli aziz bizni tomosha qilib turganlar, Sirdaryo viloyati Bayovut tumanidan aynan mana shu sizlar ko'rib turgan otlaring sotuvga qo'yilgan, laqabi Paddeshka nomi bilan shu paytgacha bo'lib kelayotgan, anchadan beri bo'lib kelayotgan uloqlarda juda mashhur, o'zini obro'siga va ba'zi yutuqlariga ega. Demak, aynan mana shu 11 yoshli Paddeshka laqabli otimizni sotuvga qo'ydik. Agar kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, albatta aloqaga chiqaverasizlar aziz do'stlar. Otimizni mana har tomonlama aylanasiga sizlarga qo'ldan kelgancha ko'rsatishga harakat qildik. Yana ham qo'shimcha ma'lumot olishni xohlaganlar uchun ekranda raqamlar qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa, o'zimiz sizlarga qo'shimcha ma'lumotlarni tushuntirib aytib beramiz. Manzillarimiz Sirdaryo viloyati Bayovut tumani G'alaba qishlog'i. Demak, kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, albatta kutib qolamiz. Sog' bo'lasizlar. Xudo xolasa, sotib olgan insonga albatta barakali bo'lib keladi bu Paddeshka laqabli otimiz degan umiddamiz. Shu bilan keyingi videolarda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling. Demak, narxini shu telefon orqali o'zi kelishiladi, to'g'rimi? Nomerlar. Xo'p, yana nimalar? Manzillar haqida gapiramizmi? Hozir misol Bayovut tumanidan qayerdan kelib chiqqani ular shart emasmi yo shu Bayovutda oti bo'ldimi? Yo'q. Hesap, kimniki bo'lsa ham hesap mana. Yashab qolib. Chopmaylar ularni, chopmaylar. Zohid Polvon, Nizomxonni ko'k kishi bilan. Bo'ldi, hojiga tashlaring. Rahmat. Nizomxon akamizni ko'k kishi bilan bugungi to'yimizni qahramoni. Zohid Polvon, bir tuya puli, bir tala, 2 gilamni polvoni. Zohid Polvonga qarsaga olqishlar. Nizomxonni ko'k kishi bilan. Avomisizlar, Zohid Polvon bugungi to'yimizni qahramoni bo'ldi. Nizomxon akamizga nasib qilyapti. Bir tuya puli, bir tana, 2 gilam. Harakatingizni qilaverasiz polvonlar. Keyingi ularga harakat qilaverasiz. Keyingi ularga harakat qilaveradi polvonlar. Mana shu ularda tashkilotchilariga katta rahmat, ichki ishlar xodimlariga chuqur minnatdorchilik bildirib qolamiz. Alloh amin. Mana shu maydonga yaxshi
Abdul Alisher Tuzeli chaqirgan otini olib ketsin. Toshkent Tuzeli Alisher aka Fatihxonlik yerda yigitlar ishlab turibdi. Yaxshi qo'shildi. Ko'tarinki kayfiyat. Bayramona kayfiyatda yangi yilda. Yangi yilning ilk kunida Qo'qon Beshariqda Ismoilxon akamizning katta ko'pkirisi, oxirgi marrasi. Qanot mashinasi. 30 million so'mda. So'lsoydan turba gullar terib bordim. O'xirdan oshib toshib yildik shoshib. Qoradagi otga ham shukurim bordim. O'xirdan oshib toshib yildik shoshib. Qoradagi otga ham shukurim bordim. Mana zo'rlar mahkam bo'lay. Abdulla, olib ketadi. Yigitlar otga kelib qo'ng'iratdi. To'y bir sarkaga chopasiz. Yuqori varramiz to'y sarka qo'shimchasi bilan harakat qilasiz. Siz qani polvon vaqtga borasiz. Yuqori varramiz to'y sarka qo'shimchasi bilan harakat qilasiz. 20-21 marralarimizni solimini qo'shib qo'yamiz. Pastki marramizga bir to'y bir sarka, yuqori marramiz bir to'y bir sarka bilan 21-22 marra solimlari qo'yilyapti. Harakatingizni qilaverasiz polvonlar. Qo'sha solimlarga chopamiz. Harakat qiling polvonlar. Javohir polvon yuqori marramizga to'y sarkaga tashlagan polvonimiz. Javohir polvon, Oyimxon ukamiz. Nizomxon ukamizning ko'kisi bilan bir to'y, bir sarkaga tashlagan polvonimiz. Yurtimiz polvonlari omon bo'lsinlar. Nizomxon ukamiz o'q qushi bilan, ko'kisi bilan polvonlarimizga Alloh kuch